Xiva tumanida bolalar orasida gematologik va onkologik kasalliklarni erta aniqlash mavzusida ilmiy-amaliy seminar bo'lib o'tdi. Mazkur tadbir tibbiyot xodimlarining og'ir kasalliklarni dastlabki bosqichdayoq aniqlash hamda o'z vaqtida tibbiy yordam ko'rsatish ko'nikmasini oshirish maqsadida tashkil etildi. Seminarda tuman oilaviy poliklinikalarda faoliyat yuritayotgan shifokorlar, pediatr va umumiy amaliyot shifokorlari ishtirok etdilar. Tadbir davomida mutaxassislar tomonidan bolalarda gematologik va onkologik kasalliklarning dastlabki belgilari, diagnostika usullari hamda zamonaviy davolashdagi yangi yondashuvlar haqida batafsil ma'lumotlar berildi. Shuningdek, seminarda kasalliklarni erta aniqlashda birlamchi bo'g'in tibbiyot xodimlarining o'rni, bolalarni muntazam tibbiy ko'rikdan o'tkazishning ahamiyati hamda ota-onalar bilan tushuntirish ishlarini olib borish masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Amaliy misollar asosida muhokamalar o'tkazilib, shifokorlarning savollariga mutaxassislar tomonidan atroflicha javoblar berildi. 3-18 yosh bolalar o'rtasida aniqlanadigan onkogematologik kasalliklarni erta bosqichda aniqlash, ulardan kelib chiqadigan asoratlarni oldini olish va ularni masalan shu kasallikning ilk belgilari aniqlangan paytida erta aniqlasa davolash imkoniyatlari bor. Ulardan kelib chiqadigan og'ir oqibatlarni kamaytirish imkoniyatini yaratish maqsadida oilaviy shifokorlik punktlari, oilaviy poliklinikalarda mana shu 3-18 yoshlar bolalar o'rtasida onkogematologik skrininglar o'tkazilmoqda. Bolalarda aniqlanadigan onkogematologik kasalliklar juda katta fojia, lekin ularda hozir zamonaviy yondashuv, zamonaviy davolash, tashxislash jarayonlariga erta bosqichda olsa, davolash imkoniyatlari paydo bo'ladi. Bunday seminarlar tibbiyot xodimlarining bilim va malakasini oshirish, bolalar o'rtasida og'ir kasalliklarning oldini olishda muhim ahamiyat kasb etadi.